Eminem. Akajonimiz Toshkent shahar salomatlik markazida aloqa chiqardik. Men Andijondanman-ku. Andijondan bo'lsangiz, sog'lig'ingizdan, salomatligingizdan mamalar bormi? Solixonni hozir hol ahvol so'rashyapti Toshkentdan. Kecha futbol o'ynadim, qo'lim qayrilib ketib qoldi. Dadam qo'lim. Necha yoshda? Men endi 31. Solixonni hozir Solixonni prямо Toshkentdan telefon qilib, Sog'liq vazirligidan telefon qilib, sog'lig'ingiz yaxshimi deb so'rayapti akalar. Hasan, Solixon, kim endi u muxlislarmi? Kecha futbol o'ynab Solixon bozorda Liboy boraman.